Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir Qashqadaryo G'uzor tumanidamiz. Klientlarimiz mana shuncha ko'p bo'lib turibdi. Hammasiga temperatura. Mashinamiz 2021-yil, 19-yil. O'zini zavodskiy 74 gradus chiqib turibdi. ABSda muammo bor ekan, nariga passajir tomonidan ochib beryapti. Buni o'zi bartaraf qilib oladi. Bu bizda ishdan keyin bo'lmagan bu narsa. Hamma narsasi to'liq ishlayapti. 75 gradus, 75 gradus. Hammasi birga bir ishlab 76 bo'ldi, 76 bo'ldi. Mexanikaga ham qo'ysa bo'ladi. Faqat 2018 dan tepasiga. Eskichalari endigina boshlanadi. Mana bu koboltimizga ham qilamiz. Hozir bu ham mexanika 2019, bu ham qilamiz 2020 bu. Bunisi ham 2019 atishmasam. Burchakdagi kobolt avtomat ekan, buni ham qilamiz. Klient degan shunaqa bo'ladi mana. Shuncha mashinani olib kutib turibdi, chiroyli qilib beryapmiz hammasini. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa ertaga Termizda ish faoliyati davom ettiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.